bugun mashg'ulotimizda Yozyovon tumani hokimi o'rinbosari Mirzohid aka, xadimat salomat boshqarmasi vakili oldini olish bo'yicha o'quv mashg'ulotga yig'ilib turibmiz. Barcha ishtirokchilarni ajratib turadi. Ish bilan birgalikda epidemiyaga qarshi maxsus chora-tadbirlarni jalb etishda zaxiramiz to'lig'icha yetadi hozirgi. Ichaklarga yetib kelish uchun davlatimiz hazilakam ish qilgan yo'q. Bu narsani yopiq ko'zingda ko'rsang ham ochiq islom tumanlari bilan chegaradosh. Karantin va xavfli kasallik umum amaliyot shifokori bularni to'xtasang va maxsus 9:30 hisoblanishda doiranasi 90 qachondan beri tana haroratingiz ko'tarilyapti? Yuqori yorug'liqqa istimak yeb qolsa qirimga o'ngo degani emas bizlar kattalar. O'yinda ish qilmagan terisi qizil ko'zi ham. Nima tana bilan shug'ullanadi? Hatto bemorda pul juda ham demak stressdan maslahatchilar keldi. Laboratoriya guruh o'zi shartlarga rioya yozamiz. Men shuni yozib berdim. Qo'yamiz. Bemordik. Hamma yo'q chiqib Veterinariya mutaxassislari har bitta shahar tumanda shunaqa guruhi bo'lmay hamma yo'q beklar. Sizlar tekshirganimizda qolgan o'sha kanal kunga bu yerda nima bemorlar muloqotda bo'lganlar ham o'zini albatta kasallik to'g'risidagi ma'lumotlar yordam ko'rsatilmoqda. Bemorlar ahvoli Samarqand nafas olmaydi. Maqsad bir-birini yashirish emas, maqsad o'sha kasallikni erta qilardik. Hazilakam ko'p